musulmonlar sulh tuzishgan. 10 yil urushmaymiz degan. 10 yil urushmay turamiz degan. O'shanda Inna Fatahna surasi nozil bo'lgan. O'sha Hudaybiya sulhi. Iloji boricha telefondan foydalanmasa yaxshi. Nechinchi yili bo'lgan? Hijratning 3-yili. Yana javoblar bormi siznikamiz? Hijratning 10-yili. Yo'q. Hozir bu yerda yo'q, turibdilar. Haligi biz javob bering demasdan turib aytib olmayman, iloji boricha. Endi shu chiroyli bo'ladi. Siz 4-yil deyapsiz. Siz javob bering keyin siz. Telefonni qaramasizmi? Hop, 6-yil. Hijratning 6-yili bo'ladi. Payg'ambarimiz Umraga ketayotganda Umraga Makka mushriklari chiqib, yo'lni to'sib olishadilar. Keyin o'sha yerda ehrondan chiqishadi. Shoshtoqlar. Endi Umar roziyallohu anhuda chiqarganlarga orasida sihatda bo'lsa, bu go'yoki ko'rinishi xorlik yutkazganga o'xshayapmiz deydi. Desa shunda o'sha surani nozil qiladi. Bu surada o'zi aslida ko'rinishi mag'lubiyatga o'xshagan bilan g'alaba bo'ladi. 10 yil ichida musulmonlar tayyorlanishi bo'lsa sulh tuzilgandan keyin bu taraf ham musulmonlar taraf ham mushriklar taraf ham xotirjam bo'lib qolishadi. Shunda Abu Sufyon Shomga borib qoladi. Shomga borib o'sha tijorat bilan boradi. Ya'ni urushdan ozgina tijoratlarimiz qilayotib tijoratga borganda o'sha paytda payg'ambarimizga maktub boradi. Payg'ambarimiz maktub yo'llaydi. O'sha Rum imperatoriga Shom diyoridagi vakiliga xat maktub yuboradi. Ya'ni musulmon bo'lib islomni qabul qiling. Shunda bu arablardan payg'ambar chiqdi. Bu bizni diyorlarda arablar bormikan desa, Abu Sufyon tijoratga kelib qolgan bo'ladi. Shunda Abu Sufyonni sheriklaridan arab bo'lsa borki chaqiringlar deydi. Shunda Abu Sufyonni olib kelib o'sha yerda payg'ambarimiz kattalaringlar kim deydi? Biz Abu Sufyon hali musulmon bo'lmagan payg'ambarimiz eng ashaddiy dushmanlari. Orqalariga nimalarni qo'yib turib boshqalar. Shuning bir necha savollarni beraman deydi. O'sha savollarga javob beradi. Noto'g'ri javob bersa sizlar to'g'riligini aytib berasizlar deydi. Shunda Abu Sufyon o'zi payg'ambarimizning dushmani, islom dushmani, lekin bironta payg'ambarimiz haqida yomon so'z aytolmaydi. Faqatgina nima payg'ambarimizni yaxshi xislatlarini zikr qiladi. O'shanda Herakl aytadiki, agar deydi, seni aytayotgan gaplaring rost bo'lsa deydi, o'sha insonni dini meni hayotimni tagigacha keladi deydi. Ya'ni haqiqatda payg'ambarimiz hayotida bo'lsa ham keyinchalik islom dini o'sha yerga undan keyin ham joylarga yetib boradi. Xo'p, navbatdagi savol Uhud jangi haqida bir sahoba jang shu darajada qizg'in bo'ldiki, qo'limda 7 ta qilich sindi deb aytadi. O'sha sahobani sahoba keyin ismini kim aytib beradi? Ali roziyallohu anhu. Uzoqlarga ham qaraylar, yana uzoqlarga to'xtab ketamiz. Zubayr ibn Avvom. Sizlar kim desanglar o'shalardan so'raymiz. Kim? Sizmi? Xolid ibn Valid. Zangiyo'rlar kimlar? Kim sizmi? Abu Zar. Kim Abu Zar? Xolid ibn Valid. Yo'q, Xolid ibn Valid aytdi. Abu Dujona degan sahoba to'g'ri javobni
Xo'p, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib aytaman, 5 ta farz bor. O'sha 5 ta farzni ichida birinchi